Yes, institut bitirdim. Men oliy ma'lumotliman. To'ydan oldin yaqinroq tanishib olsak degandim. Nima ish qilasiz? Ha, institut bitirdim. Oliy ma'lumotliman. Yaxshi. Nima ish qilasiz? Bu ana qora mashinani ko'ryapsizmi? Ha, Li-9mi? Ha, qora tonirovka. O'shaning orqasidagi ostanovkada tushib qoldim. Balki yaxshilab o'ylab ko'rarmiz. Bir-birimizga mosmasdirmiz. Ha, to'g'ri. Siz ham o'qib oliy ma'lumotli bo'lishingiz kerak. Ozgina sabr qilib o'qiganingizda haydalib ketmasding. Ha. Mana buni ko'ryapsanmi? Menga o'xshab bitirib oliy ma'lumotli bo'larding. Hozir o'rta 1 minut. Alo. iPhone mi? Bo'pti, o'rta ishlarim bor edi. Uy, qanaqa mashina? Hey, meni ham tashab. Bu yerga qaysi metro yaqin edi? Yaxshi. Oliy ma'lumotli ekansiz? Ha, o'qiganmiz-da. Barakalla. O'zimiz xabar beramiz, xo'p? Balki sinab ko'rarsiz. Alo. Dada, ishxonamda bo'sh joy bor degandingiz-a? Xo'p. O'shani hech kimga bermay turing, ma'ni olasiz. Xo'p, kelishdik. Xo'sh, ingliz tilini bilasizmi? Yes, I do. I live in the Uzbekistan. I go to the library every day. Stop. Yes, okay. Fransuzcha bilasizmi? Pardon. Je m'appelle Hindcha. Are. मेरे जाने का मेरे घर से tanish bilishingda ish qilib berma. Xotahe. O'zingga xotaxi. Ispancha bilasanmi? Me gusta cantar guitarra, me gusta cantar el Juda yaxshi. Menga qara. Shri-Lanka, Gvatemala, Jakarta tilini bilasanmi? Ko'rdingmi, bilmaysan? Bari qol. Oy! Yaxshi ham bilmas ekan. Bilganda nima qilardim? Alo. Ishlaringizni topshirganmidingiz? Ha. Tabriklaymiz, qabul qilindingiz. Yo'q. Ha, oyligimiz 950 ming. 950 ming? Yaxshi ishlasangiz 975 ming qilib beramiz. Rahmat. Va nihoyat, harakat, mehnat, natija. Va men buni uddaladim. Hay aka, to'ldik, yurasizmi? Uzr, xayol surib qolib ketdim men. Bo'ldi, ketdik.